Barchaga salom. Ushbu chuqurlashtirilgan tibbiy tahlil dasturimizga xush kelibsiz. Bugun biz shifokorlarni ham, ota-onalarni ham birdek sarosimaga soladigan juda muhim bir mavzuni ko'rib chiqamiz. Bu refraktor, ya'ni hech qanday doriga bo'ysunmaydigan, tushmaydigan isitmani boshqarish. Biz bugun oddiy shablonlarni chetga suramiz. Organizmda aslida qanday jarayonlar ketyapti, mana shunga e'tibor qaratamiz. Ishonchim komilki, bugungi ma'lumotlar isitmani davolashga bo'lgan yondashuvingizni butunlay o'zgartirib yuboradi. Qani boshladik. Xo'sh, keling, masalaning ichiga chuqurroq kiramiz. Tasavvur qiling, bemorning isitmasi 38,5 darajadan yuqori. Siz o'zingiz bilgan eng kuchli, eng sinalgan isitma tushiruvchi dorini berdingiz. Yarim soat o'tdi, 1 soat o'tdi, lekin harorat o'sha, umuman o'zgarmayapti. Nima uchun dori ishlamayapti? Bu holat ko'pchilikni vahimaga solishi aniq. Bugun biz aynan mana shu qaysar isitmaning tub ildizini va sirini ochamiz. Bugungi tahlilimiz 4 ta asosiy qismdan iborat bo'ladi. Birinchisi, isitma o'zi nimaga tushmaydi? Ikkinchisi, hammamiz bilgan inyeksiyalarning yashirin xavfi. Uchinchisi, oq va pushti isitmani farqlash va nihoyat 4-si, muammoni hal qiluvchi 4 qadamli yechim algoritmi. Birinchi bo'lim. Isitma nimaga tushmaydi? Keling, avvalo ana shu asosiy sababni izlashdan boshlaymiz. Odatda isitma tushmasa, hamma darhol dorini ayblashga tushadi, to'g'rimi? Lekin bu yerda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan asosiy narsa bu isitma paradoksi. Siz parasetamol yoki ibuprofen kabi dorilarni ichirganingizda, ular miyadagi termoregulyatsiya markaziga yetib boradi va issiqlik ishlab chiqarishga buyruq beruvchi moddalarni to'xtatadi. Ya'ni dori o'z ishini a'lo darajada qildi. Lekin tana harorati tushishi uchun organizm terlash orqali issiqlikni tashqariga chiqarib yuborish kerak-ku. Buni shunday tasavvur qiling, dori bu mashinaning dvigateli. Lekin u yurishi uchun yo'l, ya'ni qandaydir bir maydon kerak. Tanamizdagi bu maydon qon tomirlardagi suyuqlik hajmi va elektrolitlar balansidir. Suyuqlik bo'lmasa, dvigatel qanchalik zo'r ishlamasin, mashina o'rnidan siljimaydi. Mana nima uchun ichgan doringiz xuddi qutining ichida turgandek samarasiz bo'lib qoladi. Bunga 3 ta asosiy sabab bor. Birinchisi gipovolemiya. Isitma chiqib turgan paytda bemor tez-tez nafas oladi, terlaydi, natijada qon quyuqlashib ketadi. Ikkinchidan, tanada suyuqlik miqdori kamayib ketgandan keyin miya darhol hayot uchun kurash rejimiga o'tadi. Ya'ni hayotiy muhim bo'lgan qon bosimini ushlab turish uchun terlashni sun'iy ravishda taqiqlab qo'yadi. Issiqlik tom ma'noda tana ichiga qamalib qoladi. Uchinchidan esa kaliy yetishmovchiligi paydo bo'ladi. Bu qon tomirlarining qisqarishiga, ya'ni kuchli spazmga olib keladi. Organizm isitmani baland ushlab turish orqali mana shu stressdan omon qolishga harakat qilayotgan bo'ladi. Endi ikkinchi bo'limga o'tamiz. Inyeksiyalarning yashirin xavfi. Keling, tez yordam chorasi sifatida ko'riladigan ukollarning yashirin xavflarini ko'rib chiqamiz. Xo'sh, dori ichirildi, lekin foyda qilmadi. Endi nima qilamiz? Ko'pchilik ota-onalar ham, ba'zi tibbiyot xodimlari ham darhol ignaga yopishadi. Anagen dimidrol va novokaindan iborat mashhur letik aralashma hammaga tanish bo'lsa kerak-a? Tushmayotgan isitmada buni tezda mushak orasiga sanchish juda keng tarqalgan holat. Lekin bu aslida juda katta, ayniqsa qaysar isitma vaqtida qilinadigan o'ta xavfli tibbiy xato hisoblanadi. Bunga sabab faqatgina dorilarning nojo'ya ta'sirida emas, balki biz bilgan fizika va biologiya qonuniyatlarga borib taqaladi. Keling, shu inyeksiya yuborilganda organizmda qanday zanjirli reaksiya boshlanishini kuzatamiz. Birinchi navbatda, isitma baland paytda muhim ichki organlarni himoya qilish uchun teri va mushaklardagi qon tomirlar qattiq siqiladi, ya'ni ular qonsizlanib qoladi. Endi o'ylab ko'ring, ana shunday qonsiz qisilib turgan mushakka inyeksiya qilsangiz nima bo'ladi? Dori umuman qonga so'rilmaydi. U shunchaki mushak ichida depo bo'lib to'planib qoladi. Bu o'z navbatida steril abseslarga yoki hatto to'qimalar o'limiga olib kelishi hech gap emas. Lekin eng dahshatlisi bu ham emas. Eng yomoni bu 3-bosqich kollaps xavfi. Tasavvur qiling, bemor qandaydir bir usul bilan isinib, nihoyat o'sha mushaklardagi qon tomirlari yozilganda nima bo'ladi? Mushak ichida to'planib, yig'ilib turgan o'sha katta dozadagi isitma tushiruvchi inyeksiya birdaniga kutilmaganda to'g'ri qonga oqib kiradi. Natijada harorat keskin ravishda xavfli 35 darajagacha tushib ketadi. Qon bosimi ham pasayib, bemor kollaps holatiga tushib qoladi. Menga ishoning, bu tana haroratini boshqarish jarayonidagi eng qo'rqinchli va xatarli ssenariylardan biri. Uchinchi bo'lim oq va pushti isitma. Bu yerda biz isitmani vizual ajrata olish sirini o'rganamiz. Yuqorida aytib o'tganimizdek, o'sha xavfli kollaps holatidan qochish uchun bitta muhim va nozik sirni bilishingiz shart.
Isitmaning o'ziga xos rangi bor. Pushti isitma bu aslida yaxshi xabar. Chunki bu holatda qon aylanishi, ya'ni gemodinamika joyida bo'ladi, bemorning terisi issiq va pushti rangda bo'ladi, organizm issiqlikni muammosiz tashqariga chiqarib yuborayotgan bo'ladi. Ammo uning ro'parasida oq isitma turibdi. Tana harorati juda baland bo'lishiga qaramay, bemor xuddi qog'ozdek oqarib ketgan, qaltirayapti, qo'l va oyoqlari muzdek. Bu juda yomon belgi. Demak, organizmda kuchli periferik spazm yuz bergan va issiqlik xuddi qafasga tushgandek tana ichida qamalib yotibdi. Agar siz shifokor, tibbiyot talabasi yoki shunchaki farzandi sog'lig'i uchun qayg'uradigan ota-ona bo'lsangiz, ushbu jadvalni albatta saqlab oling. Bu bebaho klinik shpargalka. U sizga vaziyatni to'g'ri baholashga yordam beradi. E'tibor bering. Agar isitma pushti bo'lsa, dori berish oson, bemorni jismoniy usulda sovutish ham mumkin. Ammo isitma oq bo'lsa, bu yerda taktika butunlay o'zgaradi. Oq isitmada avval qon tomirini bo'shashtirish, ya'ni spazmni yechish kerak. Bemorni sovuq suv bilan artish yoki jismoniy sovutish esa mutlaqo taqiqlanadi. 4-bo'lim. 4 qadamli yechim algoritmi. Muammoga tizimli yondashamiz. Mana muammoning ildizini tushunib oldik. Endi bevosita amaliy harakatlarga o'tamiz. Bu qaysar isitmani xavfsiz va samarali yengish uchun ilmiy tasdiqlangan mantiqiy davolash algoritmi hisoblanadi. Birinchi qadam suyuqlik va elektrolitlar zaxirasini tiklash. Ikkinchi qadam isitma turini farqlash va agar zarur bo'lsa, avvalo spazmni yechish. Uchinchi qadam dorini organizmga xavfsiz va muqobil yo'llar bilan yetkazish va to'rtinchi qadam to'g'ri fiziologik sovutish usullari. Keling endi har bir bosqichni batafsil tushuntirib beraman. Eng muhim va hal qiluvchi nuqta shundaki, biz avvalo ichgan dorimiz o'z vazifasini bajarishi uchun tana ichida maxsus maydon yaratishimiz kerak. Birinchi qadam oral regidratsiya, ya'ni og'iz orqali suyuqlik ichirish. Bemorga regidron, oddiy shirin tuzli suv yoki kaliga boy bo'lgan meva kompotlarini ko'p-ko'p ichirish kerak. Eng asosiysini aytaman, diqqat qiling. Ichirilayotgan suyuqlik albatta 37-38 daraja issiqlikda, ya'ni tana haroratidek bo'lishi shart. Nimaga deysiz? Agar suyuqlik sovuq yoki juda issiq bo'lsa, u qonga darhol so'rilmaydi. O'z haroratini tana haroratiga tenglashtirguncha oshqozonda bekorga ushlab turiladi. Iliq suv esa ichirishi bilanoq to'g'ridan-to'g'ri qonga so'raladi va uni zudlik bilan suyultiradi. Ikkinchi qadamda mana bu oltin qoidani yodda saqlashingizni so'rayman. Oq isitmada avval albatta spazmolitik, undan keyingina isitma tushiruvchi dori beriladi. Bemor sovuq qotib qaltirab, qo'l-oyoqlari muzdek bo'lib turganda unga oddiy isitma dorisini berishdan deyarli foyda yo'q. Avvaliga qon tomirlaridagi o'sha yopiq qamalni ochish kerak. Buning uchun drotavirin yoki hammamiz bilgan noshpa kabi dori vositalari ishlatiladi. Faqat qachonki qon tomirlari kengayib, bemorning qaltirashi to'xtab, terisi isib pushti rangga kirsagina, ana undan keyin bemalol isitma tushiruvchi dorini berish mumkin. Xo'sh, aytaylik, inyeksiya qila olmasak va bemorning oshqozoni dorini umuman qabul qilmay qayd qilayotgan bo'lsa, nima qilamiz? Unda 3-qadam yordamga keladi. Alternativ yo'llardan foydalanish. Masalan, rektal shamchalar, ya'ni supozitoriyalar ajoyib tanlov. Ular to'g'ridan-to'g'ri qon aylanish tizimiga so'riladi, jigarni aylanib o'tadi va xuddi venaga qilingan ukoldek o'ta tez ta'sir qiladi. Faqat bemorda ichki ichishi, ya'ni diareya bo'lsa, bu usul ishlamasligini yodda tuting. U xonda og'iz orqali beriladigan suspensiya siroplarini bemor qusib yubormasligi uchun shoshmasdan har 5-10 daqiqada atigi bir qultumdan sabr bilan ichirish talab etiladi. Mana nihoyat 4-qadam jismoniy sovutishga ham yetib keldik. Lekin bu yerda mening qat'iy ogohlantirishim bor. Bu muolaja faqat va faqat pushti isitmada qilinadi yoki oq isitmada spazm to'liq yechilib, organizm isib chiqqandan keyingina ruxsat etiladi. Bunda bemorning bo'yin, qo'ltiq osti va chuv burmalaridagi yirik magistral qon tomirlar o'tgan joylar tana haroratidan salgina pastroq bo'lgan iliq suv bilan artiladi. Yana bir muhim narsa, bemorni spirt yoki sirka bilan artish mutlaqo qat'iyan taqiqlanadi. Terimiz ularni o'ziga juda tez va oson so'rib oladi. Bu esa isitma ustiga bemorda yana kuchli zaharlanishni, intoksikatsiyani keltirib chiqaradi. Bu esa haqiqatan xavfli. Bugungi tahlilimizni yakunlar ekanmiz. Siz o'zingizga bitta muhim savolni berishingizni xohlayman. Isitma tushiruvchi dori berishdan oldin organizmga o'sha dori ishlashi uchun kerakli bo'lgan maydonni yaratib berdingizmi? Biz bugun isitma dorisi o'z-o'zidan mo'jiza ko'rsatmasligini, biz inson organizmining oddiy mantiqiy ehtiyojlarini qondirishimiz, ya'ni avval suyuqlik berib, qon tomirlar yo'lini ochib berishimiz shartligini ko'rib chiqdik. Shunday ekan, ushbu qoidalarni amaliyotda qo'llang va navbatdagi tushmaydigan qaysar isitmani ortiqcha vahimasiz, ilm bilan oqilona boshqaring. Tahlilimiz sizga manzur bo'ldi degan umiddaman. Keyingi tahlillarimizgacha salomat bo'ling.